Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Bugun siz bilan tarixning eng katta ochilmagan jinoyatlaridan biri Dibo Kuper voqeasi haqida gaplashamiz. Bu voqea 1971-yilda Amerikada sodir bo'lgan va hali ham FBI tergovida ochiq turibdi. Hech kim qo'lga tushmagan. Pulning katta qismi topilmagan haqiqiy detektiv hikoya. 1971-yil 24-noyabr kuni Shukrona kuni arafasida Portlanddan Sietga uchayotgan Northwest Orient Airlines 305 reysi oddiy ko'rinardi. Samolyotda 36 yo'lovchi va 6 ekipaj a'zosi bor edi. Bir odam o'rtacha yoshli, qora kostyum shim kiygan, galstuk taqib olgan janob o'zini Dan Kuper deb tanitdi. U samolyot havoga ko'tarilgach, styuardessaga yozuvchi berdi. Unda portfelimda bomba bor. Talablarimni bajarmasangiz portlataman deb yozilgan edi. U $200,000 naqd pul, 4 ta parashyut va samolyotning Mexikoga yo'nalishini o'zgartirishni talab qildi. Yo'lovchilarga hech qanday zarar yetkazmadi. Hatto ovqat buyurtma berib, styuardessalarga choy puli ham berdi. Sietga qo'ngach, talablar bajarildi. $200,000 $20 kupyuralarda berildi. 4 ta parashyut yuklandi. Yo'lovchilar va ba'zi ekipaj a'zolari qo'yib yuborildi. Samolyot yana havoga ko'tarildi. Bu safar Mexikoga yo'l oldi. Lekin Kuper orqa eshikdan sakrashni rejalashtirgandi. Taxminan soat 20lar atrofida samolyot Oregon shtati ustidan uchayotganda orqa trap ochilib, bosim o'zgargani sezildi. Kuper parashyut bilan birga $200,000 pulni olib, 10,000 fut, ya'ni 3 kilometr balandlikdan qorong'u o'rmonga sakrab tushgan. Samolyot Mexikoga qo'ndi, ammo Kuper yo'q edi. Bu dunyodagi yagona muvaffaqiyatli samolyot o'g'irlash voqeasi bo'lib qoldi. FBI eng katta tergovlardan birini boshladi. Navjak deb nomlangan 1000 dan ortiq gumonlanuvchi tekshirildi, ammo hech kim ayblanmadi. 1980-yilda Kolumbiya daryosi bo'yida bir bola $5,800 topdi. Aynan o'sha o'g'irlangan kupyuralardan. Seriya raqamlari mos keldi, ammo qolgan $194,000 hali ham yo'q. Ko'p yillar davomida yuzlab odamlar men Dibo Kuperman deb da'vo qildi, lekin hech biri isbotlanmadi. 2016-yilda FBI ishni rasman yopdi, ammo 2025-yilga kelib ham odamlar bu sirni ochishga urinmoqda. Bu voqea haqida filmlar, seriallar, kitoblar chiqqan. Dibo Kuper Amerikada xalq qahramoniga aylangan, chunki banklarni emas, aviatsiya kompaniyasini o'g'irlagan va hech kimni jarohatlamagan. Sizningcha, u tirik qoldimi? Pulni qanday sarfladi? Yoki o'rmonda halok bo'ldimi? Mentaliyada o'z fikringizni yozing. Agar shunday sirli voqealar yoqsa, like bosib, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqing. Keyingi videoda yana bir katta sirni ochamiz. Tomosha qilganingiz uchun rahmat.